Azizlar, hamma yaxshi kayfiyat tilaymiz. Mana hozir bilasizlar, xabaringlar bor, turistlarga qiz ko'rsatuvini olib bormoqdaman va bugun o'sha Navro'z sonini syomka qilyapmiz. Bizlar bilan qolinglar, ish jarayonini ko'rsatamiz. Ketdik. Rahmat, bo'ldi. Ikkita qattiq bo'lsa. Siz bo'larkan, ikkalamiz o'tirgan bo'lsa. G'ulomjon aka, men so'ramoqchiman. Xayr, birinchi marta bunchalik ommalashmagan. Bo'lgan, lekin yana undan tashqari. Juda ham chiroyli ko'rsatuv bo'lyapti. Odam Sumonaga olib qo'yibdi. Azizlar, Navro'z bayrami albatta tomosha qilinglar. Ustozimiz G'ulomjon aka tashrif buyurganlar. Juda ham zo'r bo'ladi. Dunyo bo'ylab kuzatinglar. Ko'rishguncha azizlar. Sog' bo'linglar.